Qaysi biri? Bunisi. Qaysi biri? Bunisi. Endi-chi. Shahlo. 1000 ta tanlov qo'ysang ham faqat shunisi. Nima uchun? Chunki birinchi uchrashuvimizda aynan shu atirni sepgansan sen. Shuning uchun shu yoqadi menga. Ha, shuning uchun ham aynan shuni zakaz qildim. Chunki mana eski atirim qolmagan ekan. Kamol opam baraka topsin. Amerikadan yubordi. Siz bu narsani eslab qolganingiz uchun, ya'ni birinchi uchrashuvga ham shu atirni sep kelganimni eslaganingiz uchun, mana sizga ham polo. Ha? Ha, siz yaxshi ko'rgan atir. Siz ham bilasiz, esingizda ekan nima atir ishlatishim mana. Hada, mendan ko'ra Kamol opam esida. Shahlo eringiz polo ishlatardi, siz mayva ishlatardingiz. Shuning uchun agar atringiz qolmagan bo'lsa-da yuboribdilar deng. Kamol opam bilan zo'r. Keyingi safar ikkalamiz parchakali soat taqamiz. Shu menga ham viza qilib bersalar, men ham Amerikaga ketsam. Ha, zo'r. Ketardik, bo'lmaydimi? Ketamiz, bo'lmaydimi? Ya, bitta o'zim qolib ketaman, bitta o'zim uyda yakkaman. Voy, qachon vizam chiqyapti? Qachon men Amerikaga ketyapman? Siz o'zakka qolib ketyapsiz-da. Ketma. Qoling.